Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Ismoil Fabriks kanaliga xush kelibsizlar. Bundan oldin ham sizlarga matolar bo'yicha ko'plab mahsulotlar ko'rsatib, video obzor qilganmiz. Bugungi obzorimiz sizlar bilan bizi tayyor mahsulotlarimiz haqida. Shu divanda deyarli 30 xil mahsulotimiz bor. Buni bugun birma-bir xillari, narxlari, sifatlari, razmerlari, oldi berdiga boshqa narsaga hammasini birma-bir ko'rib chiqib tushuntirib beraman. Oldindan videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Instagram va Telegram profillarimiz tagida yozib qoldiramiz. Telegramda asosiy sotuvlar va menejerlarimiz Telegramda bog'lanishadi sizlarga. Telegramga ham, Instagramga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Har kuni qiziqarli rasmlar, aksiyalar, ko'plab mahsulotlarni birma-bir qo'yishda davom etamiz. Birinchi mahsulotimizga kelsak, bu bizda lavash deymiz. Endi o'zaro biz o'zidan shunaqa yumaloq narsalar chiqqanligi sababli materialning sifati zo'r, plyush flanel momig'i material, qalin, tikilishlari ham mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib tikilgan. Ikki tomonli, orqa tomondan ham o'zidan tuki chiqqan material. Xo'p, bu birinchisi. Buni endi sekin bu tarafga qo'yib turamiz, keyin taxlab qo'yamiz chiroyli qilib. Xo'p, ikkinchi tayyor mahsulotimiz bu gofra mahsuloti. Xo'p, gofrani ham mana tikilishlarini ko'ryapsizlar. Etiketkalari o'zimizning Aytex xom birkasi bilan qo'yilgan. Bu ham chiroyli narsa. Razmeri hop 2 ga 2.30 razmeri bu gofraniki. Bu ikkinchisi. Uchinchi mahsulotimiz hozirgina ko'rsatgan lavash degan materialdan tikilgan. Buni ham eni 2.30, bo'yi 2 ga 2.30 divanga, ya'ni standart razmeriga tushadi. Ko'ryapsizlar. Bu divan katta divan, ya'ni shu 180 ga 2.30 220 qilib yasatilgan. Shunda ham shunaqa katta turibdi. Tikilishlarini ko'ringlar. Mana akkuratni chiroyli qilib tikilgan. Hammasi joy-joyida. Hop, bu mahsulotlar qanaqa holatda bo'ladi degan savolga mana sizlarga ko'rsataman. Bitta korobkada bor ekan. Hop, bu korobkamiz Madam Kaza Home Collection by Aytex Home deb yozilganmiz. Hop, xuddi shu holatda podarishni upakovkada mana shu holatda yetib boradi. Birma-bir narxni ham aytib o'tib ketay, oxirida aytish esimdan chiqib qolishi mumkin. Hop, bu korobkada holati 125 ming so'm. Mana shu gofra 135 ming, lavashlar 125 ming so'm. Shu holatda ichida o'zin lentalari va alohida etiketkasi bo'ladi. Sumkani ichida ko'ryapsizlar, shu korobkasi bilan. Hop, mahsulotlarimizni obzorini qilishda davom etamiz. Buni pastga olib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, bu 3-chi mahsulotimiz edi. 4-chi mahsulotimiz bizga yillar davomida ko'p sotilgan, eng har yili ko'p sotiladigan mahsulotlardan yana bittasi gulli oddiy momig'larimiz. Buni afzallik tomoni ham arzon, ham yuvishga ham oson. 5-6 yil bemalol ishlatishingiz mumkin, chunki men shaxsan o'zim shu 7 yil oldin olib kelgan narsamizni 1-2 yildan keyin olib ishlatib ko'rganman. Haligacha yaxshi ishlaydi. Rangi o'chmaydi. Mana shu oq bilan yashil rangi bir-biriga o'tib ketmaydi. Bemalol kir mashinalarida solib, maza qilib yuvib ishlatishingiz mumkin. Materiali ham yaxshi qalinlik, o'rtacha qalinlikda. Qalin ham emas, yupqa ham emas. Orqa tomonida ham o'zidan tuki chiqqan, orqa tomoni tekis oddiy bo'z material emas. Tikilishlarini ko'ringlar, o'ziga mos rangli iplarda tikilgan. Bu ikkinchi mahsulotimiz. Razmeri 2 ga 225. Hop, buni narxini aytib o'tib ketay. Buni narxi bu korobkada olsangiz 115 ming so'm, oddiy holatda 95 ming so'm. Razmeri 2 ga 230. Bu ham xuddi o'sha bundan oldingi aytgan sifatlarim bilan bir xil. Yo'lini ko'rsatib o'tib ketsangiz yetadi buni. Narxlari boshqasi hammasi shu bilan sifati bir xil. Hop, bu 5-chi mahsulotimiz, 6-chisi bu ham gulli momig'imiz. Bu ham hozirgilar kabi narxi, sifati, razmerlari, korobkada holati o'shanisi bir xil. Hop, endi qiziq joylariga keldik. Menga eng yoqqani bor, mana shu Fendi degani orqa tomoni va oldi tomoni AB qilib tikilgan, chunki orqasi ham o'sha material, oldi ham o'sha material. Ikkita materialni bir-biriga yopishtirib, chiroyli qilib tikilgan, kantlarda tikilgan ko'rgan bo'lsalaring, orqa tomoni ya'ni jigarrang, oldi tomoni seri. Hop, bu qalinligi menimcha eng qalinlardan ham issiq ushlashi zo'r bo'lsa kerak, chunki materialning sifati haqiqatda zo'r narsa. O'zi ko'rinishidan ham, misol bu material bilan bu materialning katta farqi bor. Narxida ham shu sababdan farqi bor. Hop, buni bez korobka holati 165 ming. Korobka bilan holatda bu korobkaga bu menimcha tushmaydi. Hop, Aytex o'zimizning korobkamiz bor. Mana shu korobkaga solib chiroyli qilib O'zbekiston bo'yicha chiqarib beramiz. Donaga ham, optimga ham bemalol gaplashsak bo'ladi. Chunki biz Xitoydan materialni olib kelib, o'zimiz tikib, ishlab chiqarib sotamiz. Xuddi shu materiallardan o'zim tikaman desam, bizda bor, yetkazib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Shu korobkada bo'ladi.
Bu korobkada narxi donaga 175 ming so'm. Optimga mana shu pastda yozilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, bu mahsulotimiz ham tugadi. Ozgina kasha bo'lib ketibdi, chunki hozir birma-bir rasmga oldik. Mana shular hammasini katalog rasmlarini, hozirgina olgan rasmlarimizni pastda Telegram kanal qoldiraman. Telegram kanalida ko'rib, o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Hop, bu ham o'sha gulli momig'imiz, narxi 95 ming bez korobka bilan 115 minglik holati. Hop, endi eng asosiy joyimizga yetib keldik. Bu bizda bu yil eng trendga chiqqan barashka mahsuloti. Buni razmeri 2 ga 225 to'liq. Chetlari 12 lik kantda tikilgan, e'tibor beringlar. Orqa tomoni oq ovechka bo'ladi. Old tomoni ham gulli, o'sha ovechkaga o'xshagan material, sifati zo'r. Hop, buni tayyor holati 2,5 kilodan 2 kilo 700 gacha bo'ladi. Rasvetkalarni ko'ringlar. Bu birinchi rasvetkasi bo'lsa, hozir birma-bir ko'rsataman rasvetkasini. Narxini aytishimdan oldin videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Hop, buni qo'yamiz. Bu xuddi o'sha katta rasvetkamizni ikkinchi pushti rasvetkasi. Hop, bu ham ovechka, orqa tomoni oppoq 12 lik kantda tikilgan. Rasvetkasini ko'ringlar. Bu ham o'ziga yarasha yuz rangiga moslab qo'yamiz. Masalan, bu xonaning rangi hozir minimalizm uslubida oq, umuman gulli narsa tushmagani uchun qaysidir joylarda yarashmay turgan bo'lishi mumkin, lekin siz aboyingizga yoki divaningiz rangiga va boshqa birorta mebelingiz rangiga ham moslasangiz bo'ladi shu ranglarni ham. Hop, yana bir eslatma. Hozirgi kunda, hozir bugungi islohimiz 28-noyabr 2025-yil Uzum Market, Yandex Market, Wildberries marketplace platformalarida bu mahsulotlarimizga aksiya ketyapti. Hozirgi kunda buni narxi 169 ming so'm donaga, dastavkasi alohida, korobkasi bilan 169 ming so'm. Bizdagi narxi, Wildberriesdagi narxi 171 ming so'm, dastavkasi tekin. Har juma kuni shunaqa aksiya bo'ladi, 44% aksiya qilishadi. Bu videoni endi qachon ko'rishingizni bilmadim. Hozirgi kunlarda ko'rib turgan bo'lsangiz, aksiyada amal qilib ITX Home deb yozasiz, Wildberriesga kirsangiz, boshqa platformalarda Uzum Marketda Belizza Home deb yozasiz, chunki ikkita brend ostida hozirda faoliyat yurgizyapmiz. Uzum Marketda ham, Yandexda ham, Wildberriesda ham magazinlarimiz juda ko'p. O'zi shu narsani oqtarsangiz, deylik shu rasmini xuddi shu joyda skrinshot qilib olib, Wildberriesga tashlaydigan bo'lsangiz, bizning mahsulotlarimiz kelib chiqadi. Narxi 171 ming so'm, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Hop, bu barashkamizning ikkinchisi bo'lsa, uchinchisi mana bu bargli. Buni ham ko'pchilik biladi. Xitoydan kelgan bu mahsulotlar hammasi materiali biz o'zimizda chiroyli qilib ko'ryapsizlar. Tikilishlarini alohida oling. Tikilishlari chotki tikilgan, umuman xudo xolisa problema yo'q. Pichilish tikilishidan chiroyli qilib tikkanmiz. Xitoyda, xuddi Xitoydagi ham o'shanaqa bo'ladi. Bizniki даже sifatliroq deb bemalol aytishim mumkin, chunki har bitta mahsulotning ustida ikkita sifat nazoratchisi bor. Sifatsiz tovar xudo xolasa chiqib ketmaydi. Qanaqadir bo'lib bir mingtadan bitta chiqib ketmasa, baribir bo'ladi, endi katta ishxonada bo'lishi mumkin-ku. Lekin juda ham kamdan kam holatlarda chiqib ketadi. Instagramimizda ko'rgan bo'lsalaring, ITX Home'da 68 ming yoki 69 mingta obunachimiz bor. Hamma obunachimiz deyarli mana shu mahsulotga qiziqish bildirishgan. Buning narxi 169 ming, razmeri 2 ga 225, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Optim narxini Telegramdan murojaat qilsangiz, pastda nomer qoldiramiz, o'shanda aytib o'tib ketaman. Hop, bunisi ham bu yil trendga chiqqan tovarlardan bittasi. Bu lav o'sha yurakchalik, ko'pchilik biladi buni. Buni ham sifatlari, narxlari bundan oldingilar bilan bir xil. Rasvetkasini yaxshilab ko'rsatib o'tib keting, ko'rib olsin. Hop, tikilishlari mana, tikilishlari 12 lik kantda tikilgan. Chiroyli narsa, bemalol qatqadir olib boraman desiz ham obro'li narsa. Korobkamiz mana shu korobkada, ITX korobkada, ranglari ham bagati. Ko'zga tashlanadigan ranglar, sumkasidan ruchkasi ham bor, ruchkasi yo'q. Hop, davom etamiz. Demak, shu korobkada bo'ladi. Hop, navbatdagi rasvetkamiz, rasvetkasini yaxshilab ko'rib olinglar buni. Telegram kanalida bitta olingani ham bor. Adashib ketmaysizlar, zakaz qilishga ham oson bo'ladi. Hop, unisi bu yil chiqqan, yangi chiqqan barashkamiz. Rasvetkasi shuna har xil rangda va nima desak bo'ladi? Klassik uslubda desak ham bo'ladi, neoklassika desak ham bo'ladi. Rasvetkasini ko'rsating buni. Tikilishlari ham xuddi shunaqa. Ikki tomoni barashka, bu tomoni 12 lik kantda tikilgan. Tak. Bu ketdi. Xuddi shu neoklassika uslubda tikilgan barashkamizda yana bitta seri deymizmi yo to'q fioletoviy deymizmi, antiqa rangi. Tak, bu yana bittasi. Xo'p, bunisi boshida chiqqan
qora turadi-yu, seriga o'xshagan. O'sha rasvetkani bej ham emas, endi qanaqadir nima desa bo'ladi bu rangni. Tak, qanaqa rang desa bo'ladi? Ishqilib kelmadi hozir miyamga buni rangi. Maloshnikdan to'qroq, bejvidan ham to'qroq, shunaqa rang, jigarrangdan ochroq rang. Xo'p, bu bizning legendamiz. E'tibor bermaysizlar, ustida shu 20 qavat narsa turgani uchun pachaq bo'lib qolgan. Ular chotki holatda tursa, ozgina issiqxona tursa, yana ham ship chiroyli bo'lib qoladi. Tiffany rangi. Orqa tomoni oq buni ham. Tak, bu ham 12 lik antitiklik. Xo'p, keyingisi bizning legendarniy harfli yashil barashkamiz. Buni o'sha olib kelganimizga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan beri to'xtamasdan sotamiz. Qolgan ranglar almashib yangilanaveradi. Bu rangimiz faqat shunga talab bo'lgani uchun faqat shu almashmasdan qoladi. Tak, bunisi birinchi ko'rsatilgan birinchi videolardagi panjaraga o'xshagan gul bor edi-yu, katta rombik deymizmi shunaqa. O'shanaqa gulni sabzi rangdan ochroq rangi. Xo'p, bo'ldi, mana shu oxirgisi ekan. Hozir men sizlarga deyarli bir 25-30 xil mahsulotimizni ko'rsatdim. Qolgan mahsulotlarimizni ham ko'rish uchun pastda qoldirilgan Telegram kanallariga obuna bo'lib, Instagramda bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib turishni esdan chiqarmanglar. Sizlarga iloji boricha sifatli va hamyonbop narxlarda chiroyli mahsulotlar berishga harakat qilamiz. Agar siz mabodo Telegramga ulana olmasangiz, tushunmasangiz qatdan kirib ulanishni, mana shu pastda qoldirilgan nomerga menga Telegram kanal bering deb yozib bersangiz, sizga adminlarimiz Telegramda ham, Instagramda ham berishadi. Va o'zingizni qiziqtirgan qanaqa savol bo'lsa, qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanalida adminlarimizga murojaat qilsangiz, divaningiz qanaqa rangda, uyingiz qanaqa rangda, o'shanga moslab ham chiqarib berishadi. Metraj momig'lar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqarasizlar. Bundan oldingi videoga agar qo'limizdan kelsa qadab qo'yamiz. Bundan oldingi videoda xuddi shu mahsulotlarning metrajlari va narxlari haqida batafsil ma'lumot berganman. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizdan juda ham xursandman. Bitta like bosib, pastga tashlab qo'ying, tashlamagan bo'lsangiz, pastda o'sha like tugmasi bor, dislike bor, like deb bosasiz. Bo'ldi, bu videoni ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan, dastavkamiz har xil viloyatlarga dastavkamiz bor albatta. Qaysidir viloyatlarga bepul, qaysidir mahsulotlarimiz uchun dastavkamiz bepul, qaysidir uchun pulli. Ya'ni o'zingiz tushundingiz, qimmatroq, hech kimda yo'q, takrorlanmaydigan mahsulotlarimiz uchun bepul dastavkani yo'lga qo'yib qo'yganmiz va hamma joyda yetarli, hamma joyda bor mahsulotlar uchun dastavkani to'lab O'zbekiston bo'yicha ovozsiz bo'ladi. Pochtalarimiz BTS pochta, EMU pochta, Starix pochta bilan doimiy ishlaymiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, o'zlariga yaqin filialdagi pochta markazlariga olib borib beramiz. Katta rahmat, salomat bo'linglar.